Assalomu alaykum. Hurmatli Tagob xalqi, hurmatli guruhdoshlar. Mana Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Tagob elida Xudo xolasa bugun 2026-yil 28-may kuni Tagob to'yxonasining ochilish marosimi soat 12 da boshlanadi inshaalloh. 1 soatdan keyin boshlanadi. To'yxonamiz shu to'yxonaning egalariga ham Alloh taolo kuch-quvvat bersin, avloqlarga ham baraka topsinlar, bolalarning huzurini ko'rsinlar. Xudo xolasa mana to'yxonamiz bugun inshaalloh ochiladi. Barchalaringizni kutib qolamiz. Tagob to'yxonamiz. Mana avloqulboning o'zlari shu yerdalar. Assalomu alaykum. Avloqulbo. To'yxonalar muborak bo'lsin. Sizga ham iloyim Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Shu xalqimizga xizmat qilib turganingiz uchun Alloh barakangizni bersin. Barchalaring sog' bo'linglar. Mana to'yxonamizda darvozasidan kirish joyi. Mana akalarimiz barcha shu yerda xizmatda inshaalloh. Duoda bo'lasizlar. Shularga ham topgan tutganlariga Alloh baraka bersin. Shu xalqimizga chiroyli to'ylar bo'lishda Alloh nasibingiz aylasin. Mana endi ichkariga kirish jarayonini sizlarga ko'rsataman inshaalloh. Mana rais opamiz ham shu yerdalar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana to'yxonamizning mana asoschisi ham shu yerda, Xudo xolasa inshaalloh. Otasiga kuch-quvvat bo'lib mana shu yerda xizmat qilib turibdi. Otabejon, to'yxonalar muborak bo'lsin. Barchalaringga Qurbon hayitlar muborak bo'lsin. Mana to'yxonamizda sizlarga bu yoqda ko'rsatamiz inshaalloh. Chiqish jarayoni. Mana zinalarimiz. İnşallah mana bu yerda to'yxonadan sizlarga ozgina lavhalar olib beramiz. İnşallah to'yxonaga kirganimizdan mana yuqoridagi qandilimiz gullari bilan inshaalloh. Mana bu yerda mana sahnamiz. Xudo xolasa hozir sizlarga to'yxonaning jarayonlaridan ko'rsatib beraman. Inshaalloh ana stollarimizni ham. Assalomu alaykum. Bugun to'yxonamizda ochilish marosimi. Mana bu yerda mana kelin-kuyovimiz turadigan joylari. Ikkita chiroyli qandilimiz turibdi. Xudo xolasa mana Begimqul shu yerda xizmatda inshaalloh. Begimqulni ham duo qilib qo'yasizlar. Martabasi ulug' bo'lsin. Topgan tutganlari Alloh baraka bersin. Mana bu yerda mana xizmatda hamma chiroyli to'yxona bo'libdi inshaalloh. Ko'ngil hayron ko'zdan giriya aka bir yon. Mana xonalarimiz mana bu yerda mana bu yerda ikkinchi etajga chiqish yo'lagi bor mana bu yerdan. Ikkinchi etajga qarab chiqiladi.
bu yerda mana ikkinchi etajga qarab chiqish jarayoni. Mana shu tepani o'zida 150 kishi ketar ekan. Hozir bu yoqda 150 kishilik ikkinchi etajda joy bor. Balkonida. Qandillarimiz juda chiroyli chiqibdi lekin. Ana xudo xolasa, hurmatli kanalimiz a'zolari, bugungi to'yxonamizning ochilish marosimida mana 2 qozon osh damlangan. Qovurlarimiz baraka topsin. Mana xizmatda bilaman. Zarif akamiz baraka topsinlar. Shu xalqimizga xizmat qilib turibdilar. Bulardan Alloh rozi bo'lsin. Mana ikkalalari ham shu yerdalar. Mana akamiz ham shu yerdalar. Barchalaringga Qurbon hayitlar muborak bo'lsin. O'tib ketgan bo'lsa ham tabriklaymiz. Mana o'choqlarimiz, qozonlarimiz juda chiroyli, mana granitdan bo'lgan hammasi. Kulcha bo'layotgan paytlarni mana shular xizmatda shu yerda. Baraka topsin bular ham. Sobir akamiz ham shu yerda juda mahkam xizmatdalar. Bobomiz ham xalqni choy bilan ta'minlamoqdalar. Alloh rozi bo'lsin, sizdan ham sog' bo'ling. Mana bular ham xizmatda, mana xalqimizga salatlarni chiroyli qilib tayyorlamoqdalar. Shulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Oddosh omon bo'ling. Ishlaringiz omad, charchamaylar.